Ana mana shu tepaga kameralarni qo'ydiryapman. Tepaga jarimalarga tushirish uchun hammani. Antiradarni ham o'zimiz olib kelamiz, kameralarni ham biz qo'ydiramiz degan kommentariyalarni men ko'ryapman hozir. Go'yoki men shunaqa inson ekanman. Afsuski unaqa emas. Noto'g'ri tushunmanglar. Aldamang hoji aka, sizga pul ko'p bo'la. Kamerani ham qo'yasiz, radar detektorlarni ham sotasiz. Yo'q. Hozir qaranglar, men aytaman, Buxorodan kelyaptilar, Qarshiga, Samarqandga. Mana yangi, mana endi qo'yilyapti, uni qaranglar. Ana tepada yangisi. Bu qattiqdan qo'yishyapti. Bu kamera remenda ham uradi, tezlikda ham urishi mumkin. Chunki qimmatdan olib kelishgan. O'zlaringiz olib kelgansizlar. Juda ham ehtiyot bo'linglar, Astag'firullah, lekin unaqa demang. Yo'q. Aziz do'stlar, Mashalloh deydi. aziz do'stlar, biz hozir Qarshiga kelganmiz. Qarshiliklar bormi? Qani qanchalik Qarshi shahrini yaxshi bilasiz? Lokatsiyasini kommentariyada yozingchi, qaysi joy ekan bu? O'zbekiston bo'lib mana shunaqa kameralar, aqlli kameralar o'rnatilyapti. Bu xavfsizlik kamariga, tezlikka, xullas har xil qoidabuzarliklarni aniqlaydi. Biz hech qanaqa kamera qo'ymaymiz. Biz xalq tarafimiz, siz tarafimiz do'stim. Agar siz 2026-yil 1-apreldan boshlab undan u yog'iga qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etsangiz, pravangiz bilan, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bilan xayrlashishingizga to'g'ri keladi. Aziz do'stlar, shu videoga like bosib, maksimal repost qiling, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Zora siz tufayli jarimalarga tushmaslikka sabab bo'lishsa.